Assalamu alaykum azizlar. Bizning Python dersimizning 2 soatlik dersimiz davom qilyapti. Oldin qismlardan ko'rib olsanglar bo'ldi. Undaqda biz davomini davomlashtiraylik. Yana biz biroz burun bu buyruqni bergandik. Buning boshlanish o'rni 100 bo'lgan, oxirlash o'rni 200 bo'lgan. Orasidagi a'zolar orasidagi eshish miqdorini 10 deb belgilagandik. Ondan keyin bu to'g'ri qur shaklda chiqsin degan buyruqni bergandik. N teng qo'sh chekit bo'shliq qo'sh chekit qo'sh tirnoq. Yana buningki qiymati bunda chiqqan edi. 100 dan 200 gacha. Mana. Ish qiymati 10. A'zolar o'tirisiga ish qiymati 10. Undaqda biz buni ko'rib oldik. Endi biz bundaq qilib boqaylik. Bularning hammani o'chirib turib delete dedim. Ketang dey. Ketang. Buni ichib arsiga 10 20 30 dan 60 gacha deb boqay. 10 20 30 40 50 60 deb bo'lgandan keyin Ctrl S ni bositay. Bosib bo'lgandan keyin print deb turib print chekray tirnoq ochay tizimlikning a'zolari deb bosib boqay. Tizimlikning a'zolari deb yozdim. Endi buni yozib bo'lgandan keyin Ctrl S deb F5 ni bossam bir xato bo'ldi deydi. Xato bo'ldi desam, bu yerda men ma'ni oxirlashtirmoqda. Ya'ni bu yerga ma'ni yozmoqda. Deb bo'lgandan keyin Ctrl S F5 ni qilsam, qandoq tizimlikning a'zolari deb ma'ni chiqarib berdi. Agar key yozgan bo'lsam-chu, keyning qiymatini chiqarib beradi. Undaqda qaranglar. F5 desem keyin chiqarib beradi. To'g'ri. Endi xatni ekranga chiqarib beradi. Shundoq-ku, buni ko'ra oldik. Keyin chiqarish kerak to'g'ri deb chiqamagandi. To'g'ri. Bu yerda biz buni tirnoqqa olmaymiz. To'xtanglar, deb buni qilsak, S ni bosib o'tdik, F5 ni bossak, qandoq o'tir tirnoq oldida chiqarib berdi. Demak, qila oldik. Endi biz ish qilib boqaylik degan vaqtida hamma ishni qilib yiqibdik. Endi
halqı bilan yozdirib bakayla. Masalan, mana besip, yekilip biz yani tushirayotgandan keyin bu yerga for in to'xtanglar, for I in key deb qo'sh chekit qo'yayotgandan keyin enter besib, bu yerga print deb bo'lgandan keyin bu yerga I hash end deb bo'lgandan keyin biz buning Ctrl S qilib natijasini ko'rib boqaylik. Qandoq chiqib berdi. Yana bizga o'ttir tırnaqdan chiqqan holatda qandoq to'g'ri qurda chiqarib berdi a'zolarni, keyning qimmatini, ya'ni key tizimidagi a'zolarni mush holatda chiqarib berdi. Buni ko'rib oldik. Buni ko'rib oldik. Endi birinchi xil usuli holatda for halqasi bo'yicha chiqqan bo'ldi. Endi ikkinchi xil usul qanday qilib bo'ldi degan vaqtida, masalan, print. Masalan, ikkinchi xil usul bunday qilaylik. Masalan, uzunluq teng len deyli. Len degan shu uzunluqku. Len nimaning uzunluqi? Keyning uzunluqi. Bundaqda ichiga key deb yozamiz. Biz bo'lgandan keyin enterni bosib o'tdim. Endi bundaq yozaylik. For I in range daira uzunluq bo'lsin. Uzunluq deb bo'lgandan keyin enterni bosdim. Print deb turib tırnak açtım, yaptım, içi kırdım. Key deb bo'lgandan keyin I dedim. I hash end deb bo'lgandan keyin teng endi qo'sh tirnoq bo'shliq qo'sh tirnoq deb bo'lgandan keyin nima qilaman? Saqlayman. Saqlab bo'lgandan keyin F5 ni bossam qandoq yanilam tirnoqsiz holatda chiqarib berdi. Tirnoqsiz holatda chiqarib berdi. Ne? 60. 2 silib 2 holatda chiqarib berdi.